Remonti bitgan tayyor hovli qidiryaptimi? Toshkent tumani Hasanboy deb zo'r uy topib qo'ydik. Videoni oxirigacha ko'ringlar, to'liq arzor qilib o'tamiz. Bu yoq tashqaridan kirib bemalol bitta mashina sig'adi. Bu yoqda asosiy binoning joylashgan. Bu yerdan podvalga tushib ketsanglar bo'ladi. Hovlimiz 1.8 sotudan iborat. Hozir uy ichini ham ko'rsatib o'tamiz. Kirishimiz bilan o'ng qo'lda mehmonxona joylashgan. Mehmonxonaning ko'rsatuvchi kattaligini uyimizda sifat va did bilan qurilgan, mayda detallargacha e'tibor qaratilgan. Bu yoqda chap qo'limizda bizani oshxona kutib oladi. Oshxonani ham ko'rsatuvchi kattaligini bemalol bu yerda choy ichib o'tirsanglar bo'ladi. Uyimizda tubli pol orqali isitiladi va radiatorlarga ham joy tashlab ketilgan. Uyimizga sifatli materiallar ishlatilgan, eshik romlari ham yaxshisi qo'yilgan. Chap qo'limizda sanuzel joylashgan. Sanuzellar ham ko'rsatuvchi kattagina joy tashlab ketilgan. Sanuzelga bu mahallada svet, gaz, suvdan muammo yo'q. 24 soat suv oqib turadi. Qo'shimchasiga lo'ngkis ham o'rnatilgan. Navbatdagi xonamiz ota-onalar yotoqxonasi. Bu yoqdan orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Orqa hovli qoldirib ketilgan, havo aylanishi va ko'chaga qaragan romlari ham bor. Bizda oxirgi xona bolalar yotoqxonasi. Bolalar yotoqxonasini ko'rasizlar. Buni ham o'zini orqa hovliga qaragan derazasi bor havo aylanishi uchun. Uyimizda Hasanboy postidan 4 kilometr kirganda Trabraskadan chapga burilgan yerda Vaynchas chiqadi. O'shaning orqasida mahallada joylashgan. Uy egalari 89 ming so'rashyapti. Yana tepasida kelib gaplashsanglar, kelishtirib berishadi.